Mana issiqxonamiz. Hop. Terimizlar qilingan ichiga vakuum. Limonlarimiz yaxshi holatda turibdi. Hop. Yerdan unumli foydalanish maqsadida bu yerga kartoshka ekmoqchimiz. Hozirda yerga ishlov berish jarayonlari ketyapti. Mana qilib sug'orib, tagiga suv quyib qo'yganmiz. Endi bundoq qilib yerni ag'darib kartoshka ekishga tayyorlayapmiz. Va mana bunday qilib tekislab olamiz hamda kartoshkani ekishni boshlasak ham bo'laveradi.